Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Tramp Xark orolini portlatish bilan tahdid qildi. AQSh Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bekor qilmoqda. Agar Eronning aqli bo'lsa, kelishuvga erishadi. Tramp hazillashmayapti va u orqaga chekinmoqchi emas. Tramp Yevropa davlatlariga nisbatan keskin bayonot berdi. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. AQSh Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bekor qilmoqda. Bugun biz Rossiya bayrog'i ostidagi konteyner kemalariga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilganimizni e'lon qilamiz deya xabar berdi AQSh Moliya vazirligi. Tramp Yevropa davlatlariga nisbatan keskin bayonot berdi. Hormuz bo'g'ozi sabab avia yoqilg'i topa olmayotgan davlatlar, masalan, Buyuk Britaniya, Eronni yo'q qilish operatsiyasida ishtirok etishni rad etgan davlatlar, sizlarga taklifim bor. Birinchidan, AQShdan sotib oling, bizda yetarli. Ikkinchidan, biroz jasorat to'plang. Bo'g'ozga boring va uni o'zingiz egallang. Endi o'zingiz uchun kurashishni o'rganishingiz kerak. AQSh endi sizlarga yordam bermaydi. Xuddi siz ham bizga yordam bermaganingiz kabi. Eron amalda yakson qilindi. Eng qiyin qismi ortda qoldi. Borib o'zingizga neft oling. Agar Eronning aqli bo'lsa, kelishuvga erishadi. Tramp hazillashmayapti va u orqaga chekinmoqchi emas. Pentagon kotibi Hexetning boshqa bayonotlari. Agar Eron tayyor bo'lmasa, AQSh Mudofaa vazirligi yanada kuchliroq harakat qilishda davom etadi. Kelgusi kunlar hal qiluvchi bo'ladi. Eron buni biladi. Ular bu vaziyatda harbiy jihatdan deyarli hech narsa qila olmaydilar. Yangi Eron rejimi buni hozirgacha tushungan bo'lishi kerak. Rejim o'zgarish sodir bo'ldi. Bu yangi rejim avvalgisidan donoroq bo'lishi kerak. Tramp kelishuvga tayyor va shartlar aniq. Bizning mudofaa sanoat bazamiz bugun Ikkinchi jahon urushidan beri har qachongidan ham jonliroq va u tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Menimcha, Tramp dunyo mamlakatlari ushbu muhim suv yo'li ustidan nazoratni kuchaytirishga tayyor bo'lishi kerakligini aniq aytdi. Biz Rossiya va Xitoy nima qilayotganini aniq bilamiz. Biz buning ustida ishlayapmiz. Muzokaralar juda real, ular davom etmoqda, ular faol va ular tezlashmoqda. Tramp Xark orolini portlatish bilan tahdid qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan urushni to'xtatish bo'yicha muzokaralar muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, Eronning muhim energetika va neft infratuzilmasiga, jumladan Xark oroliga zarba berish bilan tahdid qildi. Agar qandaydir sababga ko'ra yaqin orada kelishuvga erishilmasa, ehtimol shunday bo'ladi va Hormuz bo'g'ozi zudlik bilan biznes uchun ochilmasa, biz Erondagi mavjudligimizni, ularning barcha elektr stansiyalari, neft quduqlari va Xark orolini portlatib, butunlay yo'q qilish bilan yakunlaymiz. Biz ularga ataylab tegmaganmiz, deb yozdi Tramp Truth Social ijtimoiy tarmog'ida. Trampning aytishicha, AQSh Tehrondagi yangi va aqlliroq rejim bilan jiddiy muzokaralar olib bormoqda va allaqachon sezilarli natijalarga erishilgan. Avvalroq u jurnalistlarga Eron vositachilar orqali yetkazilgan AQSh talablarining ko'pchiligiga rozi bo'lganini ham aytgandi. Tramp Eron neftini qo'lga kiritmoqchi. AQSh prezidenti Financial Times gazetasiga bergan intervyusida Eron neft sanoati ustidan nazorat o'rnatishni xohlashini, bunday qadam Eron neftining katta qismi eksport qilinadigan Xark orolini egallab olishni nazarda tutishini aytdi. Balki Xark orolini olarmiz, balki yo'q, bizda ko'plab variantlar bor. Bu shuningdek u yerda bir muddat qolishimizga to'g'ri kelishini ham anglatadi, degan u. Tramp Eron Xark orolini mudofaa qilmayotgan bo'lishi mumkinligini ma'lum qilgan. Menimcha, ularda hech qanday mudofaa yo'q. Uni juda osonlik bilan egallab olamiz deya ta'kidlagan u. Fors ko'rfazida joylashgan, uzunligi qariyb 8 kilometr bo'lgan Xark oroli Eron uchun muhim neft markazi hisoblanadi. Mamlakat neft eksportining qariyb 90% shu orol orqali amalga oshiriladi. Urushning dastlabki 2 haftasida orol AQSh Isroil hujumlaridan deyarli chetda qolgandi. Biroq o'tgan hafta AQSh oroldagi harbiy inshootlarni bombardimon qildi. Neft eksport qilinadigan obyektlar hujumga uchramadi. Tramp agar Eron yoki boshqa davlatlar kemalarining Hormuz bo'g'ozidan xavfsiz o'tishiga qandaydir tarzda xalaqit bersa, neft obyektlari hujumga uchrashini aytgan. Rossiya Kiyevga Donbassdan chiqib ketish uchun 2 oy vaqt berdi. Ukraina prezidenti: agar bu shart bajarilmasa, Moskva tinchlikning boshqacha shartlarini ilgari surishini ma'lum qildi, dedi Zelenskiy.
Tramp Hormuz yopiq qolsa ham urushni tugatmoqchi. Prezident Donald Tramp o'z yordamchilariga AQShning Eronga qarshi harbiy kampaniyasini hatto Hormuz bo'g'ozi yopiq qolgan taqdirda ham yakunlashga tayyorligini ma'lum qildi. Bu haqda prezident ma'muriyati vakillariga tayanib The Wall Street Journal xabar berdi. Manbalarning so'zlariga ko'ra, so'nggi kunlarda Tramp va uning maslahatchilari Hormuz bo'g'ozini ochish bo'yicha operatsiya belgilangan 4-6 haftalik muddatdan chiqib ketishi mumkin degan xulosaga kelgan. Prezident AQSh o'z asosiy maqsadlariga Eron flotini zaiflashtirish va raketa dasturini yo'q qilishga erishishini istamoqda. Shundan so'ng Wall Street Journal yozishicha, Tramp joriy harbiy harakatlarni to'xtatishni va shu bilan birga Tehronga yaqin savdoni qayta tiklash uchun diplomatik bosim o'tkazishni rejalashtirmoqda. Agar bu ish bermasa, Washington Yevropa va Fors ko'rfazidagi ittifoqchilari bo'g'ozni ochishda yetakchi rolni o'z zimmalariga olishlariga harakat qiladi. Tramp va uning jamoasi Hormuz bo'g'ozi AQShdan ko'ra Yevropa, Yaqin Sharq va Osiyo mamlakatlari uchun ancha muhimroq deb hisoblashadi. Bir necha hafta davomida Washington ma'muriyati vakillari ittifoqchi va sheriklarga bo'g'oz ochilishini ta'minlaydigan muzokaralar yoki operatsiyalarga tayyorgarlik ko'rish iltimosi bilan murojaat qilgan. 30-mart kuni Tramp AQSh Erondagi harbiy amaliyotlarni to'xtatish bo'yicha yangi va oqilona rejim bilan jiddiy muzokaralar olib borayotganini aytgan va agar Hormuz bo'g'ozi zudlik bilan ochilmasa, yana bir bor Eron elektr stansiyalarini yer yuzidan supurib tashlash bilan tahdid qilgan. The Wall Street Journal'ning eslatishicha, mintaqaga allaqachon 31-dengiz piyodalari ekspeditsiyasi korpusi kirib kelgan. Shuningdek, u yerga 82-havo desant diviziyasi bo'linmalari tashlangan. Bundan tashqari, Tramp yana 10 ming harbiy yuborish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Oq uy matbuot kotibi Caroline Leavitt 30-mart kuni jurnalistlarga AQSh Hormuz bo'g'ozidagi operatsiyalarni normallashtirish ustida ishlayotganini aytdi, biroq buni asosiy harbiy maqsadlar Eron floti raketa dasturi va yadroviy salohiyatiga zarba berish qatoriga sanamagan. AQSh davlat kotibi Marko Rubio ham shu kuni Amerika kompaniyasi bir necha hafta ichida yakunlanishini bildirdi. Shundan so'ng biz Hormuz bo'g'ozi muammosiga duch kelamiz va qaror qabul qilish Eronning ixtiyorida bo'ladi deya qo'shimcha qilgan u. Netanyahu Isroil armiyasi jiddiy yo'qotishlarga uchrayotgan bir vaqtda Livan janubida hujumni kuchaytirishni buyurdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Livan janubida hujumni kuchaytirish haqida buyruq berdi. Ayni paytda xorijiy matbuot Isroil armiyasi ushbu operatsiya davomida jiddiy yo'qotishlarga uchrayotganini yozmoqda. Isroil tomonining bildirishicha, operatsiyaning asosiy maqsadi bosqin xavfini oldini olish va tankga qarshi raketa zarbalarini mamlakat chegarasidan uzoqlashtirish. Biroq Military Watch magazin nashriga ko'ra, Isroil Livandagi quruqlik operatsiyalari davomida jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xususan, ularning Merkava tanklari yo'qotishlari so'nggi 40 yildagi eng yuqori darajaga chiqqan. Zirhli texnika esa muntazam ravishda tankga qarshi raketalar va boshqa vositalar qo'llaniladigan tuzoqlarga tushib qolmoqda. Qayd etilishicha, qarshi tomon kichik va harakatchan guruhlar bilan tayyorgarlik ko'rmoqda. Ular oldindan pozitsiyalar tayyorlaydi va kolonnalarga zarba berib tezda chekinadi. Bu esa Isroil qurolli kuchlarining hujum sur'atini sezilarli darajada sekinlashtirmoqda. Qo'shimcha ravishda hududning murakkab geografik joylashuvi hamda zich qurilish sabab tanklar samaradorligi cheklanmoqda. Natijada Isroil qo'shinlari ehtiyotkorlik bilan harakat qilishga majbur bo'lmoqda.